Ushbu loyiha Turon bank hamkorligida Andijon viloyati Ulug'nor tumani Minchiroy mahalla fuqarolar yig'ini 181-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Ushbu yer maydoni jami 3 gektarni tashkil etadi. Ekin turi tarvuz. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlarning holati juda ham yaxshi. Shu holatda ekinlar 120 kun davomida yetishtiriladi. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi hamda tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada jami 3 ta dehqon xo'jalik biriktirilgan. Loyihaning samaradorligini oshirish maqsadida lider tadbirkor Turon yerlari ichiga biriktirilgan. Ushbu yer maydonida jami 80 tonnagacha hosil yig'ib olish rejalashtirilmoqda. Har bir dehqon daromadi o'rtacha 20-25 million so'mga to'g'ri keladi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlari ekish orqali dehqon xo'jaligi daromadlari yanada oshirish rejalashtirilgan.